shunaqa ajoyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bir dona like, komment, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Qaranglar, demay boshladik. Ko'zingizlar oldida YouTube ishlab turibdi. Nu antenna ham chiqib turibdi. Xo'p, OLED yoqamiz, Wi-Fi o'chib, ko'rib turibsizlar. Endi qo'ng'iroqqa kiramiz. Yulduzcha reshotka, 46, 36, reshotka, yulduzcha. Xo'p, birinchisiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu bitishgani bitta yoqamiz. Yoqqanimizdan so'ng YouTube ga qaytib kiramiz. Agar shu yerda hozir YouTube ishlab bersa, bir dona like sizdan. Damnamit qilamiz. Ketdi. Qani bitta like uchun. Voy, nima deyapti? Qaranglar. Shuni yo'qotib qo'ymaslik uchun eng yaqin do'stga jo'natib qo'yavering, mayli, foydali bo'lib qolishi mumkin. Endi bir dona